Keyin talablar istaklarga binoan mana shunaqangi baqlajonli zakuskani mana shu qisqa videoda tayyorlash ko'rsatib beraman. Ularcha davom eting. Mana shunaqa razmerda kesib olsanglar bo'ladi. Почти bitta barmoq razmeri. Keyingi etapda mana shu qizigan yog'da baqlajonlar tez-tez qizartirib olinadi. Ichiga pichillab ham ketish kerak emas. Qizarganlarga mana shunaqangi holatida olinadi. Başka variantda kızartib olinadi. Keyin issiq paytida ustiga bitta qator terib, ozgina tuz, immun sepib qo'yiladi. Issiq holatida o'ziga tuzni ham, mulkni ham mazasini yaxshi oladi baqlajon. Dekora bunaqangi pomidor cherry bilan bolgarskiy ham qo'shsa bo'ladi. Bitta qo'rg'osi buni po'sti sразу qo'yadi. Po'sti tozalab qo'ysa zo'r ketadi. Ustiga masalan ozgina pomidor, chesnok va ukrop bilan kartoshka qo'shiladi. Pomidorga masalan sredniy tishida to'rt bilan chiqarib olinsa, masalan, sochni свежий bo'ladi. Ustiga ham tabga ko'ra azmini, murch va tuz beriladi. Ko'rishdi. Свежий bo'ladi, sovuq bo'ladi. Bu bilan baqlajon tarkibda bo'lib zo'r bo'ladi. Qashqarga ustida souslarni quyib qo'ysa, oldin ham souslarni mazalarini o'zi tortib olib, tarkibda bo'lib, buni bitta oldin qilib qo'ysa ham bo'ladi, lekin желательно свежийroq yaxshi bitta qo'rib olgandan keyin, faqat baqlajonni обязательно sovigandan keyin qilish kerak. Bu juda tez ayniydigan xususiyat bor. Yarim soat tursa, daqiqasi ideal holatga keladi. Bo'lsa endi bu narkoz kim xohlasa qilishi mumkin. Bunaqangi dunganskiy peres va bolgarskiy. Bitta qo'rg'ol po'st narsa ham lekin juda yeyishli bo'ladi.